Türkiye Cumhurreisi Erdoğan, Rusya Prezidenti Putin bilan ko'rishdi. Türkiye Cumhurreisi Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Ko'rishishda ikki davlat munosabatlaridan boshqa İdlibdagi yaqinqi taraqqiyot tilga olindi. Türkiye Cumhurreisi Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda ko'rishdi. Erdoğan bilan Putinning ko'rishiga oid tafsilotlar Türkiye Cumhurreisi aloqa ishxonasi mudiri Professor Doktor Fahrettin Altunning Twitter hisobidan bilindi. İki davlat munosabatidan boshqa yaqinda İdlibda yuz berayotgan voqealar tilga ilingan bu ko'rishishda Erdoğan Suriye Davlat Armiyasi kuchlarining oxirgi 2 haftada İdlib jiddiyligini pasaytish, bölgüsiga maqsadlik ilib berayotgan urush to'xtatish kelishimlariga xiloflik qilish qilmishlarining andisha qo'zg'ayotganligi, fuqarolarning yangi qurilgan maktab va doktorxona aslalarining nishon qilinib vayron qilinishining terrorizmga qarshi harakat bilan izohliqli bo'lmaydiganligini bildirdi. Suriye Davlat Armiyasi nishonining İdlibda Türkiye-Rossiya hamkorligiga buzg'unchilik qilish, to'sqinlik qilish, Astana kelishimining ro'yini sundirish bo'layotganligini ko'rsatib bergan Erdo'g'anning İdlibda jiddiylikni kuchayishi, asosiy qonun komitetining qurilishi va siyosiy vaziyatning buzilish xatarining ehtimolligini tilga elishi diqqat qo'zg'adi. Her iki liderning Sochi kelishimiga sodiq bo'lganligini ifodalagan bu ko'rishishda Erdo'g'an bugunga qadar Sochi ultimatumining yo'lga qo'yilishida belgilik natijaga erishganligini, buning aksicha yuz bergan hujum voqealarining o'rtaq nishonga ziyon keltirganligini tilga oldi.